Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib borgani haqida xabar bergan edik. Oq bo'rilar 29-may sanasiga qadar Nyu-York shahrida mashg'ulot olib boradi va 30-may kuni Kanadaga jo'nab ketadi. Terma jamoamizning tayyorgarlik jarayonlari, futbolchilarning holati va yig'inlardan olinayotgan ilk taassurotlar haqida dastlabki lavhamizda so'z boradi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlikni yurtimizda boshlagan edi. Dastlab Superliga klublari va milliy jamoa futbolchilari ikkiga bo'lingan holda nazorat uchrashuvida ishtirok etdi. Futbolchilar Amerika Qo'shma Shtatlariga katta tantana bilan kuzatib qo'yildi. Nyu-Yorkda futbolchilarimizni kutib olishda o'zbekistonlik muxlislar qatorida qo'shni mamlakat vakillari ham tashrif buyurishdi. Fabio Cannavaro shogirdlari okean ortidagi mashg'ulotlarni boshlab yuborishdi. Maydondagi o'yinchilar maxsus vaziyatlar bo'yicha to'p bilan harakat qilgan bo'lsa, darvozabonlar o'z murabbiylari bilan ishlashdi. Juda ham yaxshi yetib keldik. Adaptatsiya mana уже boshlandi. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Bugun mana birinchi mashg'ulotimiz Nyu-Yorkda. Bundan tashqari shu bizni aeroportda kutib olgan o'zbek muxlislarimizga ham kattakon rahmat. Juda ham yaxshi o'yinlar bo'ladi deb o'ylayman. Biz ham o'zimizni tekshirib olamiz jahon chempionati shu o'yinlardan oldin. Juda ham yaxshi o'ylashgan. Futbolchilarimiz 30-mayga qadar Nyu-Yorkda qolib mashg'ulot olib boradi. Keyin Kanadaga uchib 1-iyun kuni mundial mezboni bo'lgan shimolliklar bilan o'rtoqlik o'yinida ishtirok etadi. Milliy terma jamoamiz a'zolari yana Nyu-Yorkka qaytib mashg'ulotlarni davom ettiradi. Futbolchilarimiz 8-iyun oqshomida Niderlandiya termasiga qarshi yana bir o'rtoqlik o'yinida maydonga chiqadi. Fabio Cannavaro ushbu uchrashuvlar haqida gapirib, futbolchilar uchun katta tajriba bo'lishini bildirgan edi. Kanada musobaqa mezboni sifatida yuqori darajadagi futbol muhiti va ajoyib atmosfera yaratishi shubhasiz. Bu esa futbolchilarimiz uchun muhim tajriba bo'ladi. Niderlandiya esa Yevropaning eng kuchli terma jamoalaridan biri hisoblanadi. Ularning o'yin uslubi va taktik yondashuvi ma'lum jihatlari bilan Portugaliya terma jamoasiga o'xshash. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining xalqaro federatsiyalari bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorligi bizga ana shunday kuchli raqiblarga qarshi o'yin tashkil etishda katta yordam berdi. Ishonamanki, ushbu uchrashuvlar orqali jamoamiz o'zi uchun muhim xulosalarga ega bo'ladi. Futbolchilarimiz esa yuqori saviyadagi uchrashuvlarda tajriba olishda davom etadi, degandi Cannavaro. Futbolchilarimiz Niderlandlarga qarshi o'yindan keyin 10-iyun kuni FIFA tomonidan belgilangan Atlanta shahridagi bazaga joylashib, jahon chempionatining ilk uchrashuviga hozirlikni davom ettiradi. Dastlabki o'yin Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechadi. Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 18-iyun tongi soat 7 ga to'g'ri keladi.